Assalomu alaykum do'stlar. Ko'rib turganingiz Toshkent Hospital podkast. Bugun biz aynan kardiologiya sohasida 9 yildan beri ishlab kelayotgan inson Lazzaka Aslonov bilan suhbat olib boramiz. Assalomu alaykum avvalambor. Taklifimizni rad etmay kelganingiz uchun tashakkur. Birinchi bo'lib o'zingizni tanishtirsangiz, mana shu kardiologiya sohasida ko'rsatgan jonbozligingiz, mana shu faoliyat turiga kirib kelganingiz. Kardiologiya sohasiga man o'zi 2010 yildan 2017 yilgacha bakalavrni bitirganman. 2017 yildan 2019 yilgacha Respublika shoshilinch tibbiy yordam markazida kardiologiya yo'nalishi bo'yicha o'qib, 2018 yildan beri shu markazda kardiologiya bo'limida ishlab kelaman. Faoliyatim Toshkent Hospital klinikasida davom etmoqda. Respublika shoshilinch tibbiy yordam markazida esa tungi navbatchilikka boraman. Umumiy aytganda o'sha 9 yildan beri shu sohada faoliyat olib boryapman. Mana qarang, Laziz aka, hozir siz aytdingiz, 9 yildan beri shu sohada ishlayapman deb, to'g'rimi? O'zingiz mana shu tajribasidan kelib chiqqan holda O'zbekistonda aynan kardiologiyaga doir qanday eng ko'p kasalliklar bilan insonlar shikoyat qilishyapti? Bizni kardiologiya sohasida hozir eng ko'p uchraydigan bu nafaqat O'zbekistonda, balki dunyoda ham eng ko'p uchraydigan bu birinchi o'rindagi gipertoniya kasalligimiz, ya'ni qon bosimi oshishi. Bu hozirgi paytda 30 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan aholini 3dan 1 qismini tashkil qiladi. Demak Bu O'zbekistonda ham, dunyo bo'yichagi statistika bo'yicha ham xuddi kardiologiya shunaqa. yosh tanlanmaydi. Masalan, Xuddi ko'pchilik shunaqa. o'ylaydi, qarichilikda o'sha vujudga keladigan narsa deb. Hozirgi paytda shunaqa yosharib boryapti. Bu yurak o'sha gipertoniya kasalligi, qon tomir kasalligi va ikkinchisi bu yurak ishemik kasalligi, yurak qon tomirlar bilan bog'liq bo'lgan kasallik eng ko'p uchraydi. Bu O'zbekistonda ham, bu dunyo bo'yicha ham o'lim xavfini eng ko'p keltirib chiqaradigan kasallik hisoblanadi. Hatto onkologiyadan 2 baravar ko'p o'limni olib keladigan kasalliklar guruhi o'sha yurak qon tomir kasalligi va yuqori qon bosimi keltirib chiqaradi. O'zbekistonda ham o'sha eng ko'p uchraydigan kasallik bu yuqori qon bosimi hisoblanadi. Buni bir nechta omillari bo'ladi bularni. Asosiy bunaqa yurak ishemik kasalligi va yurak qon tomir kasalliklarini eng ko'p uchrashi nisbati bu erkaklar ko'proq ayollarga nisbatan zararlanish uchraydi. Mana shu kasallik chalinishi bu tug'ma bo'ladimi yoki yillar davomida shakllanib boradimi? Asosiy sabablari, kelib chiqish sababi birinchi o'rin bu siz aytganingizdek tug'ma bo'ladi. Irsiy moyillik deyiladi. Chunki biza bemorlar bilan suhbat olib borganimizda birinchi o'rinda ulardan irsiy moyilligini so'raymiz. Ya'ni o'sha ota-onasida bo'lgan kasalligi, qarindoshlar orasidagi bo'lgan muloqotni qanaqa bo'lgan, ularda kasallik kechishi uni so'raymiz. Agar bu narsalar inkor qilinsa, unda bu hayot davomida orttirilgan haligi bo'ladi. Tug'ma bo'lishi ham mumkin yurak kasalliklari, lekin qon bosimi ko'proq bu hayot davomida orttirilgan va irsiy nasldan naslga o'tuvchi kasallik hisoblanadi. Tug'ma bo'lishi bu ko'proq yurak qon tomir kasalliklarida poroklar, yurak, ya'ni yurak nuqsonlari bilan bo'lishi bu tug'ma hisoblanadi. Mana shu Toshkent Hospitalda aynan hozirgi kunga qadar o'zingiz taxminan ko'raylik, qancha odamni mana shu soha bo'yicha, aynan mana shu kasalliklar bo'yicha davoladim, tashxis qo'ya oldim deb o'ylaysiz? Tajribasidan kelib chiqqan holda. Toshkent Hospital klinikasida o'sha endi bu yangi klinika hisoblanadi. Bundan oldingi klinikalarda ham ishlaganmiz. Toshkent Hospital klinikasida oxirgi o'sha 2 yil bo'layotgan bo'lsa, bu yoqda shu 1,5 mingdan oshiq bemorga shu yurak qon tomir kasalliklari bo'yicha tashxis qo'yilib, birlamchi yordam berilib, ularga bizadagi bor imkoniyatdan foydalanib hamma yordamlar ko'rsatilgan. Bu yerda faqat davolash emas, o'sha bemorga to'g'ri yo'nalish berish ham. To'g'ri yo'nalish berib olsangiz, u davoni ham qandaydir miqdorda o'sha samaraliligini belgilaydi-da. Internetdagi ma'lumotlarga qarayapman. Aynan mana shu kardiologiya kasalliklari bo'yicha chalinish holatlari aynan 30-45 yosh orasida mana shu eng ko'p uchrayotgan kasalliklardan biri hisoblanar ekan. Nimaga? O'zi nima sababdan aynan mana shu yosh o'rtalig'i orasida deb o'ylaysiz? Buni sabablari hozirgi kunda zamonamiz bilan rivojlanib boryapti. Biza boyam gap aytib o'tdingiz, oldinlari bu kasalliklar yoshi kattalarda uchraydi. Faqat biza o'ylardik, yoshi katta bo'lsa, bularda qon bosimi bor, ularda yurak yetishmovchilik, yuragida muammo bor deydik. Hozirgi kunda bu уже 30-20 yoshda ham uchrayapti. Chunki
tajribamizdan kelib chiqqan holatda bilamiz, o'sha 30-20 yoshli bemorlarda ham gipertoniya kasalligi, yurak ishemik kasalligi uchrayapti. Sababi buni birinchi o'rinda hozir gipodinamiya hisoblanadi. Ovqatga chiqishga, hattoki do'konga hozir anavi qilsangiz ham, biron buyurtma bersangiz ham darrov olib kelib berishadi. Ya'ni o'tirgan joyida hal qilyapti. Do'konga chiqib ketishga ham vaqt tejab shunaqa ishlarga sarflaydi. Shuning natijasida gipodinamiya bo'ladi. Ikkinchi natijasida bu semizlik. Semizlik o'sha gipodinamiya natijasida semizlik kelib chiqadi va semizlik ham bu qon tomirlarida xolesterin yog' miqdorlarini to'planishiga olib keladi va buning natijasida yurak o'sha yurak ishemik kasalligi, gipertoniya kasalliklari rivojlanadi. Uchinchilaridan biri bu o'sha stress omillari deymiz. Chunki mana ko'pchiliklarimizda hozir o'sha onlayn internetlardan foydalanib ko'p ma'lumotlar olamizda va dunyoda bo'layotgan yoki O'zbekistonda bo'layotgan ma'lumotlarni bir minutda qabul qilamiz. Biza keyin unga nisbatan o'sha stress bo'ladi, stress kuchayib, u ham o'sha yosh doirasida ko'p uchrayapti. Yana bittasi oxirgi paytlarda eng ko'p uchraydigan va mana Respublika shoshilinch tibbiy yordam markaziga ham ko'p murojaat qilgan shu yosh bo'yicha o'lim holatlari ham bo'lgan bu energetik ichimliklar ichish. Energetik ichimliklar ichishda biza o'z tajribamizda ko'rganmiz o'lim holatini ham, mana shunaqa kasalliklar. Chunki energetik ichimliklar ko'pchilik tungi rejimga o'tib oladi hozir. Kunduz kuni uxlashadi, 12 gacha keyin tungi rejimga. Tungi rejimga o'tayotgan paytda odamda уже tungi uyquga ketishda miyasida shu gormonlar ishlab chiqaradi. Tungi vaqtda hammada xohlaymizmi yo'qmi uyqu keladi. Lekin shu uyquni kamaytirish uchun energetik ichadi. Energetik ichgandan keyin o'sha uyqu gormonini sal kamaytirib, odam tetiklashtirishga harakat qiladi. Uning natijasida u uyqum kelmaydi deydi, yana qayta ichaveradi. Surunkali ichish natijasida o'sha mana shu energetik ichimliklardan ko'p hozir eng ko'p uchrayotgani biri shu. Yana bitta faktor bu chekish. Chekish ham hozir ham mana maktablar atrofidan chekishni ularni olib tashlalyapti. Hozir davlat tomonidan bu narsaga qarshi kurashilyapti. Elektron sigaretlarga hozir yaqinda qaror chiqdi. Ularni ham hozir to'xtatish bo'yicha. Chekish ham bu bitta faktor hisoblanadi. Chekish natijasida ham o'sha bo'ladigan kasallikning rivojlanish bosqichi ertaroq rivojlanib boryapti. Bu hammasi bir-biriga qo'shilib ketadi. Chekadigan odam o'sha stressda ham bo'ladi, kam harakatli bo'ladi va bir-birini kuchaytirib borib, kasallik erta rivojlanishiga olib kelyapti. Aytib o'tdik, mana shu turdagi challenj holatlar ko'p bo'lyapti dedik, lekin odamlar mana shu dardiga davo topishda, aynan mutaxassis tanlashda ham adashyapti. Dardiga davo topolmay. Lekin biz bilamizki, Toshkent Hospitalda aynan siz borsiz mutaxassis sifatida. Aytingizchi, mana shu Toshkent Hospitalda hozirgi kunda aynan yurak bilan bog'liq qanday kasalliklar davolanyapti? Kimlar murojaat qilishi mumkin sizga? Yurak kasalliklarini Toshkent Hospital klinikasida hozirgi paytda biza yurak bilan bog'liq kasalliklarning barcha turini davolaymiz. Bu endi operativ, ya'ni jarrohlik aralashuvisiz bo'ladigan muolajalar. Ya'ni biz faqat o'sha medikamentoz deymiz, dori-darmon bilan davolaymiz. Masalan, o'sha eng ko'p uchraydigan boya aytayotganimiz yurak ishemik kasalligi, gipertoniya kasalligi, yurak aritmiyalari, ya'ni o'sha yurakning tez urishi, ritmini buzilishlari, yurak paroklari, nuqsonlari, yurak nuqson bo'lganlar, kardiomiyopatiyalar va yurakni mushaklarini zararlanishi bilan shamollashlardan keyin kelib chiqadigan zararlanish, miokardit deymiz. Miokarditlar bilan kelgan bemorlarni biz Toshkent Hospital klinikasida davo muolajalar olib boriladi. Agar ularga kerakli bo'lgan barcha dori-darmonlar, barcha tekshiruvlar Toshkent Hospital klinikasida bor. Yosh darajasidan qat'iy nazar murojaat qilishlari mumkin. Shu yuqorida aytib o'tilgan kasalliklar bo'yicha. Ajoyib. Toshkent Hospitalda mana shu aynan sizning oldingizga qaysi davlatlardan bemorlar kelishgan? Hozirgi paytda Toshkent Hospital klinikasida bizda mana qo'shni Qozog'iston Respublikasidan ko'p bemorlar murojaat qilishadi. Undan tashqari Tojikistondan bir nechta bemorlar kelgan. Qo'shni mamlakatlar ko'pi murojaat qilib kelishadi. Endi eng ko'pi baribir Qozog'iston Respublikasidan kelishadi. Keyingi savolimiz, agar bemorlar yurak dori vositalarini o'zlari bilgancha uy sharoitida davolashni boshlasa yoki mana shunaqa jarayonlar davom etsa, 10 yildan keyin bizlarni nima kutyapti? Agar bemorlarda shunaqa tartibsiz dori muolajalarini olsa, mutaxassislarga bormay, hozirgi kunda eng ko'p uchraydigan
o'sha dorixonaga borib, dorixonachidan, ya'ni o'sha farmatsevt deymiz, farmatsevtdan yuragim tez urib ketyapti yoki yuragim og'riyapti, nima ichsam bo'ladi degan shunaqa muammolar uchraversa, yaqin 10 yillikda bizada mana hozir davlat strukturasida ham, sog'liqni saqlash tizimida ham, O'zbekistonda, jahon sog'liqni saqlashda ham shu narsani kamaytirish, ya'ni yurak qon tomir kasalliklarida o'lim shu darajada ko'payib ketyaptiki, uni kamaytirish bo'yicha chora-tadbirlar bo'lyapti. Lekin agar biza aholimizni ongini shu tarafdan to'g'rilay olmasak, ya'ni o'sha mutaxassisga birlamchi murojaat qilish yoki har 6 oyda boyagi aytib o'tgan xavf bor bemorlarni tezroq o'sha har haligidan tekshiruvdan o'tkazib turishni tavsiya qilmasak, ular shunaqa pala-partish davo muolajani oladi va bu kasallikdan bo'ladigan statistikani biza yaqin 10 yilda ham tushira olmaymiz. Chunki u oshib borsa oshib boradi, tushmaydi. Chunki ular o'z vaqtida aytilgan davo muolajani olib bormaydi. Davo muolajani olmagandan keyin bu statistika oshib boraveradi. Shuning natijasida yanayam o'lim ko'rsatkichi oshib boraveradi. Yoki bundan keyingi o'sha yurakni davolanish haligisi qiyinlashib boraveradi va buning natijasida nima bo'ladi? Buning natijasida yana klinikalar soni oshib boradi, bemorlar soni ham oshib boraveradi. O'z-o'zidan klinika soni oshishi nimaga bog'liq? Demak, talab ko'p, bemorlar ko'p shunga. Chunki pala-partish davo muolajalari juda ko'p. Shuning natijasida bemorlar soni oshadi, klinika ham oshib boraveradi. Biza hech qachon bu statistikani kamaytira olmaymiz deb o'ylayman. Men yana bir ma'lumotga ko'zim tushdi. Aynan hozirda yoshlar orasida stress infarkti tashxisi qo'yilayotgan bemorlar ham ko'p ekan. Bu qanday vujudga kelyapti? Bunga sabab nima o'zi? Mana shu kasallik rivojlanishida. Stress infarkti bu odamlarda o'sha kam harakat bo'lib qolgandan keyin surunkali telefonlarga bo'lgan qaramlik natijasida doimiy bitta narsani kuzatib boradi yoki doimiy ishidagi muammo, oilasidagi muammo, ularda mana shunaqalarda stress infarkti tez rivojlanadi. Stress infarkti bo'ladi chunki doimiy nerv tizimida doimiy tonus bo'ladi. U doim tomirlarni spazm deydi, o'sha qisib turadi tomirlarni va yurakka yaxshi qon kelmaydi. Buning natijasida yurakda infarkt rivojlanadi. Mana shunaqalarni stress infarkti deyiladi. Bu faktor bilan uchrashi hozir oxirgi paytlarda ko'payib boryapti buni ham. Juda ham dolzarb savollarga javob oldik. Aynan tomoshabinlarimiz uchun ham bir manfaatli ko'rsatuv bo'ldi deb o'ylayman. Do'stlar, agar sizda ham aynan kardiologiyaga doir qandaydir shikoyatlaringiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol Toshkent Hospitalga kelib, Laziz aka Aslonovga murojaat qilishlaringiz mumkin va biz bugun siz bilan xayrlashamiz va tomoshabinlarimizga shuni aytardimki, siz ko'rsatuvimizning keyingi sonida aynan qaysi mutaxassis bilan suhbat olib olishimizni istagan bo'lardingiz. O'z fikrlaringizni izohlarimiz orqali yozib qoldiring.